Hammaga assalomu alaykum. Hop, Kirov Olmazor ko'cha, ya'niki masjidda ro'parasi, masjiddan bir qadam ekan. Shu yerda shunda kirganda, sizlarni bitta chiroyli, juda go'zal sotilayotgan bitta uchastka bilan tanishtirmoqchiman. Oq ukalar, yaqin do'stu birodarlar bosib oladigan bitta variant chiqdi. Uchastka. Mana shu uchastkamiz, xudo xolisa, sotuvga qo'yilyapti. Mana bunisi, buni juda pishiq qurilgan, toza g'ishtdan. Shu ikki sotuvga birdek. Hamma materiallarni eng sifatli ishlatilgan yaxshisi. Shuni kiraveramiz, mana bunaqa seksionniy darvozalarigacha qo'yilgan. Hamdan kiraverish, mana katta chiroyli hol. Bemalol bitta mashina sig'adi. Bu yoqda letniy kuxnya, podvallarigacha bor. Kiraverishimizda mana kattagina hol, katta gostinniy zal qilingan. Mana bu yoqda katta kuxnya tushgan. Mana bu yoqda taraf sanuz yo'q. Bitta gostivoy spalniy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yoqda orqa hovli. Havo aylanib turishiga cho'kki qilib. Mana bu yoqda bemalol kladovoy qilib yuborsanglar ham bo'ladi zinantigina. Ikkinchi etaj ko'ramiz. Bu yoqda ham mana havo cho'kka aylanib, doimiy toza kislorod kirib turishi uchun ikkita oyna tashib bitilgan. Patoloqlari bana. Bu yog'imiz mana ikkinchi etaj, tam detskiy, sanuzel, detskiy. Yoki ofischa qilib olsanglar ham bo'ladi, takoy. Spalniy. Mana devori bemalol aytgancha biz olib tashlasak bo'ladi, shunda katta spalniy bo'ladi. Hotelni как бы garderobniy hisobiga olib tashlab ketilgan. Bu yoqda ham bitta spalniy. Spalniy turishiga rezetka hamma narsasi tayyor. Bundan qilib yashash kerak. Oq uka deganim yonida chutki tushgan. Qisqasi chutki ishlangan. Men uzun yilishni yoqdi. Toshkent tuman, Kirov Olmazor ko'chada joylashgan. Hammasi yaxshi materiallardan ishlangan. Reshutkalar, mana temir eshiklarni biz o'zimiz shaxsan qilganmiz. Adresini yana bitta eslatib o'taman. Olmazor ko'cha, Kirov Olmazor ko'cha, Toshkent tumani. Uylarning narxi kimga qiziq bo'lsa, primoy egasini o'zining nomeri bor. Hech qanaqa pasredning olib sotar kimdir yo'q. Bemalol aloqalashib baraka qilaverasizlar.